Assalomu alaykum. Quyon ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Mana hozir quyonchalarimiz sotildi. Golland pandalar 2,5 oylikdan o'tib qolyapti. Sog'lom, xudo xolasa. Farg'onaning Yaziyonda Ortiqali qora akamizga sotilyapti. Yangi ishqiboz ekan, Ortiqali akamga mana erkaklarning qulog'iga belgi qo'yib qo'yamiz. Chiroyli qilib erkakligini mana ko'rdik, xudo xolasa. Endi sekin qulog'iga belgi qo'yib qo'yamiz, adashmaslik uchun. Yaxshiroq qanot dizing, nimaga o'chib ketmasin. O'rgan voygacha erkak urg'ochisini ajratib turadi. Narigida ham bor, narigini ham oling. Xudo uni ham belgilab qo'ysak. Xudo xolasa quyonlar sog'lom akalar, ukalar, opa-singillar, quyonchilik davom etyapti. Har soha rivojlanishi kerak. Ozgina qiziqishingiz bo'lsa, quyonchilikni boshlang. Erkak ekan. Qulog'iga yaxshilab belgilab qo'ying. Mana bahor kunlari keldi, mana ayni hozir amal davri, xudo xolasa, kundan kunga quyonlar o'zgarishni boshlaydi. Kundan kunga rivojlanadi. Ko'payadigan mavsumi ko'payadi, xudo xolasa. Mana Andijonning Qo'rg'on tepasidan ishqibozchilikka Farg'onaga, Yaziyoniga, Ortiqali qora akamga mana ketyapti quyonlar. Quyonlar Ortiqali akam oldin parandaga, xo'rozlarga, jangar xo'rozlarga qiziqqaniga mana sekin-sekin quyonga ham qiziqib qolyapti. Ishqibozchilikni xumorini bostiribdi-da bu. Xudo xolasa. Yaxshi sekin joylaymiz endi. Hozirlar mana bunaqa perevozkalarimiz bor. Xudo xolasa sekin joylab, kun ham salqin bo'lyapti, yomg'ir yog'yapti. 16-aprel 2025-yil. Xudo xolasa qiynalmasdan yetib oladi. Endi kunlar isib qolyapti. Biz tomonlar Qo'rg'ontepa salqin joylar. Shunga biz kunduzi berib yorsak ham bo'ladi, lekin O'zbekiston boshqa hududlari ancha issiq bizda. Shuning uchun iloji boricha kechasida sababini qilib, quyonlar qiynalmaydigan qilib jo'natsanglar yaxshi bo'ladi. Ushlab turmaysiz, sekin quyonlar joylay o'zim. Ushlab ko'rib joyda ushlab tursiz. Semizlik, oriqliklarni ko'rib qo'ying. Zo'r xullas. Mana ichi o'tmagan, yaqindan bering. Burni oqmagan, sog'lom, xudo xolasa. Sizlar rozi bo'linglar, tomonchalar. Ketdik mana. Yangi egalarga borib, ko'payib baraka qilib beringlar, xo'pmi? Mashalloh. Siz qayerga ketyapsiz? Siz Farg'onaga ketyapsiz. Yaziyonga. Ha. Sog'lom ekan. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. El yurtga manfaatli qilsin. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Quyonchilik davom etadi.